xishnik baliq tutishga qiziqasiz, lekin montajlarni yasashni bilmasangiz, men sizga hozir eng oson montaj yasashni o'rgatib qo'yaman. Buning uchun qarmoqning asosiy ipiga bitta bunaqa erkin harakatlanadigan tosh, bitta businka, bitta stopper qo'yib olishingiz kerak bo'ladi. Stopperdan keyin yo vertlichok yoki bitta karabin boylab olishingiz kerak bo'ladi. Taxminan mana shu holatga kelgandan keyin men vertlichokga 70 yoki 80 sm atrofida povodok yasab, bitta kurchok boylab olishingiz kerak bo'ladi. Bunga mana bunaqa banduzun, bayt holder modeldagi kurchoklarni qo'yganingiz ma'qulroq. Kurchokka bo'lsa mana bunaqa razmerdagi kichikroq tri baliq qo'yib ishlatasiz. Tri baliqqa ham kurchokga qo'yayotganda buni qornidan yoki kallasidan, shunga o'xshagan qanaqadir joylaridan qo'ymaysiz. Baliqni ham belini tepa tomonidan o'tkazasiz. Xohlasangiz buni mana bunaqa qilib qo'ysangiz bo'ladi, yo'q bo'lmasa mana shu holatda o'tkazib qo'ysangiz ham bo'ladi. Shunda balig'ingiz o'lib qolmay, tri harakatlanib turadi. Chunki xishnik baliqlar harakatdagi xo'rayni yaxshi ko'rib, yaxshi ovlaydi. Bunaqa montajning eng yoqimli joyi sazan qarmoq bilan bemalol xishnik baliq ovlab kelsangiz bo'ladi. O'zi bu yasagan montajimiz qanaqa ishlaydi? Mana bu toshimiz jakr vazifasini bajarib beradi. Shu toshni atrofida bir 70-80 sm atrofida mana bu qo'ygan tirik balig'imiz suzib harakatlanib, xishnik baliq e'tiborini tezroq jalb qilib beradi. Tosh nimaga bunaqa erkin yuradigan bo'lishi kerak? Chunki baliq urgan paytda mana toshning og'irligini sezish kerak emas. Mana bu businka stopperlar bo'lsa, tosh kelib urilganda tugunlarga yoki leskasiga ziyon yetkazmasligi uchun, yana toshingiz kattaroq kuch bilan kelganda mana vertlichokka tiqilib qolishi yoki bundan o'tib ketmasligi uchun ushlab turadi. Agar uncha tushunmagan bo'lsangiz, hozir siz uchun boshqatdan tushuntiraman.